الأخرى المراقي يعز علي إن الله جميل يحب الجمال. Şeksizki, şüphesizki Allah güzeldir, güzellikni yaxshi ko'radi. Agar Allohning maxluqi shunday go'zal bo'lsa, yaratgan zot qanchalik go'zaldir. Buni inson so'z bilan ifodalab berishi, insonning xiyolini tasavvur qila olishi mumkin emas bo'lmas. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, shanbalik darsimizga xush kelibsizlar. Darsimizni odatdagidek Qur'oni Karim bilan boshlaymiz. İbrahim qarim bir Qur'on o'qib. Birodarimizdan Alloh razı bo'lsin. Hozir bizga Allohning go'zal ismlari haqida birodarimiz Abdullah Yalqun bizga so'z qilib berdi. Qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve ta'alaga hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e pak durud salamlarımızı yollagandan keyin qadrli qarindoshlar, biz haftelik suhbatlarimizda davomlashtirib kelayotgan Allah subhanahu ve ta'alaning güzel isimleri haqqidagi darslarimizni davomlashtiramiz. İnşallah bugungi isim Rabbimizning güzel isimlaridan El-Jamil haqqida to'xtalamiz. El-Jamil. Bu isim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü bilen sabit bo'lgan isim. Resulullah hadisida İnnallaha cemilun yuhibbul cemal. Şeksizki, şüphesizki Allah güzeldir, güzellikni yaxshi ko'radi degan hadisi bilen sabit bo'lgan Allah'ның Cemil ismi. Lug'at ma'nosi nima degan vaqtida al-jamilninki hammamizga ma'lum bo'lgandek go'zal, go'zallik, butun chiroylilik, nayt bizga uchuq bo'lgan bütün güzellik, yaxshilik, esillikni, nayt nurluq, güzellikning hammani o'ziga mujassamlagan bir ma'ni bildiradigan qabihlik, satlik, ko'rimsizlikdan yiroq bo'lgan bir ufqumni bildiradigan so'z. Bu mayli ish harakat jihati bo'lsin ve yaratılışta bo'lsin, yaratish Allah subhanahu ve taala yaratgan har qanday koinotdagi narsa bo'lsin ve Allah kainatı sadir kılıvatkan her kandak iş bolsun, kainatı yüz bergizvatkan Allah kainatı sadir kılıvatkan her kandak işinin güzel işkelliği, onunki hemmisi yaratışta hem sadir kılışta naiti güzellik bilen yaratkanlığı ve sadir kıldıqanlıqdan ibaret ma'ni bildirdi. Şer'i ma'nisini degan vaqtida Rabbimiz Allah subhanahu ve taala şundak güzel zat ki onundan güzel yani her qanday sübət cəhəti bolsun, barlıq cemal güzellikning hammesini Allah özü de mücessemlegen. Rabbimiz Allah subhanahu ve taala en yuqori sübətə, en ali sübətə ega. Butkul güzellikning hammesi yana şu Rabbimizden sadir boludu. Kainatdagi har qanday güzellikning egisi yaratquchisi şu Rabbimiz Allah subhanahu ve taala. Shuning uchun mushu kainatda yana bir narsa shuki, kainatda hiçbir narsa hamma tarafidan yaxshi ko'rilishga loyiq emas. Mayli bizning eng yaxshi ko'rib turgan ota-onamiz bo'lsin, bola-chaqalarimiz bo'lsin, o butkul min kulli vujuh, yani Allah subhanahu ve taoladan boshqa hiçbir mahluq her tarafidan hiçbir sat tarafı yok, ko'rimsiz tarafı yok, yaxshi ko'rishga loyiq emas. Fakat yalğız Allah subhanahu ve taala layık iken Allah subhanahu ve taala yaxshi ko'rilishga, yani zati jihatdan her bir tarafından yaxshi ko'rilishga loyiq bo'lgan zat fakat ve fakat Rabbimiz Allah subhanahu ve taala. O shundoq güzel zat ki güzellikni yaxshi ko'radi. O Allah subhanahu ve taala'nın jamalininki, güzelligining kamolatiga mushu kainatda dünya ve ahirette aşkar yushurin her qanday güzellikning hammasining şu Rabbimiz subhanahu ve taala'ninki yaratgan narsa ekanligining o'zila
kifoya Allah subhanahu va taolaning go'zalligining eng mukammal ekanligiga dalil nima talab qildi desam, mush koinot dunyo va oxiratda har qanday oshkor va yoshirin go'zallikning hammasininki yaratquchisi maydonga apkaguvchisining Allah ekanligidan iborat bir haqiqatning o'zi Allohning jamolininki eng mukammal ekanligini ko'rsatib turadigan birdan-bir nihoyat kuchli bir dalil bu dedim. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, agar mushu dunyo va oxiratdagi barliq oshkor yoshirin go'zallikning hammasining mastarisi, yaratquchisi, yasig'uvchisi, maydonga apkaguvchisi Allah bo'lsa, famazzannu biman sadara anhu hazal jamal fal amru ajallu wa a'azzu mimma yaxturu bil bali aw yu'abbiru anhu al maqal. Agarda bu o'zi yaratgan narsa shunda bo'lsa, mushu jamal, mushu koinotda dunyo va oxiratda biz ko'rayotgan oshkor yoshirin go'zallik, aqlimizni lol qilayotgan bu go'zallik, bizni hayron qoldiradigan, ya Alloh degizib qo'ydigan bu go'zallik mush koinotda Alloh yaratgan, biz ko'ra oladigan mahluqotlarning ichidagi, agar Allohning mahluqi shunday go'zal bo'lsa, buni yaratgan zot qanchalik go'zaldi. Buni inson so'z bilan ifodalab berishi, insonning xiyolida tasavvur qila olishi mumkin emas Alloh subhanahu va taolaning go'zalligini. Agar mahluqi bu qadar go'zal bo'lsa, uning yasig'uvchisi Alloh subhanahu va taolo qanchalik go'zaldi, qanchalik kamolatga egdi deb buni inson so'z bilan bo'lsin yoki inson xiyolida o'ylab tasavvur qilishi mumkin emas. Alloh subhanahu va taolaninki jamoli 4 bosqich, 4 martaba shaklida tushuntirildi. Jamalul zat va jamalul asma va jamalus sifat va jamalul af'al. Yani Allohning zoti, o'zi Allah subhanahu va taolaning go'zalligi, ismlarining go'zalligi, sifatlarining go'zalligi va af'al mushu koinotda sodir qilingan barliq ishlarining hammasining go'zal ekanligidan iborat bu bosqichda tushuntirildi. Allohning zotining jamoli, go'zalligi kelsak, va ma huwa alayh, yani Allah subhanahu va taala o'zi hozir ustida turgan, yani Allohning o'zi, zoti Allah subhanahu va taolaning. Bu ishni hamda hech bir, yani Allah subhanahu va taolaning zotini Allohdan boshqa hech bir ahad, hech qanday bir maxluq bilishi mumkin emas. Faqat Allah o'zining qanday zot ekanligini, nimaga loyiq ekanligini eng loyiq biladigan Allah. Uningdan boshqa hech bir maxluq bilmaydi Allah subhanahu va taolaning zotining qanday ekanligini. Mahluqatlarning ichida Allah subhanahu va taolo ikrom qilgan, hurmatlab ikrom qilgan bandalarning ichida ma'lum payg'ambarlar uning jumlasidan olimlar va shu ilm egalari Allah o'zi shularga o'zining sifatlaridan, o'zining go'zali, jamoli sifatlaridan, ismlaridan bildirgan miqdorcha, dengizning tomchisichilik miqdorcha bilalaydi. Allah o'zi ikrom qilib bildirgan bandalar bilalaydi. Allah subhanahu va taoloning sifatlaridan az bir qismini bilalaymiz. Ama onundan başqa, yani Allah'ını Allah şekilde özüge layık ravishda bilishi hech kimning mumkin emas. Allah subhanahu va taolo o'zi butkul bu jamolining hammasini o'zining shu ulug'liq, o'zining kattalik sifati bilan hammasi bu perdelangan holatda hech bir maxluq bilishi mumkin emas. Allah subhanahu va taoloninki jamoli, go'zalligining, Allohning zotining go'zalligining ba'zi bir taraflarini, ba'zi bir sifatlarining anchiki bir shaklini inson bir maxluq ta'bir berib, shaklab, sifatlab berishi mumkin emas. Sifatlarining ichidagi ba'zilarini, hattoki jannat ahli qarab boqayli. Jannat ahli jannatga kirib bo'lgandan keyin ular shu jannatning ichida yashayotgan shu mangulik, noz-ne'mat, go'zallik, jannatni sifatlagan vaqtida Rabbimiz bizga hech qanday bir insonninki aqli xiyol qilib boqmagan, xiyoli keltirib boqmagan, hech bir ko'zlar ko'rib boqmagan, mala aynun ra'at, ko'zlar ko'rib boqmagan hech bir insonning qalbiga wala xatara ala bali bashari qalbi bashari, hech bir insonning qalbiga kelib boqmagan shundoq bir jannatning ichida, shu nozu ne'matning ichida quloqma anglab boqmagan bir ashuning ichidagi jannat sifatlangan, shuning ichida yashayotgan jannat ahli chig'ida agar ular Robbi Allah subhanahu va taoloni ko'rsa, uning jamolidan huzurlansa, ular shu nozu ne'matning hammasini unutib ketadi. Shu jannatning ichida yashayotgan shu jannat ahli Rabbini ko'rib huzurlangan vaqtida o'zi yashayotgan shuning hammasini unutib ketadi. Aqli hayronlikdan tengir qolib qolib, bu yerda o'zining aqlini yo'qitib qo'ydi degan shu holat kelib qoldi deydi. Hammani yo'qitib soldi bu yerda. Xo'shallikdan o'zini
xuddi uchib ketgandek bir xil his tuyg'uda bo'ladi va bu holatning, shu huzur holatining mangu davomlashishini orzu qilib ketadi. Mangu davomlashishini orzu qilib ketadi. Bu jannatdagi, shuning uchun jannatdagi eng oliy ne'mat nima desa, jannat ahliga berilgan, uning ichidagi nozik ne'matdan emas, balki Robbi Alloh subhanahu va taolaning jamoliga nazar silib olish, buningga qarash jannat ahliga berilgan eng cho'ng ne'mat, eng lazzatli ne'mat deb shunday sifatlangan. Demak, qadrli qardoshlar, bu Alloh subhanahuning zotining go'zalligi bo'lsa, va jamalul asma ismlarining go'zalligi. Biz Robbimiz Alloh subhanahu va taolaning butun ismlarining hammasini go'zal, Qur'oni Karimning valillahil asmaul husna fad'uhu biha deb Robbimiz bizga o'rgatgandek, Allohning go'zal ismlari bor. Güzel ismlarning hammasi Allohga xosdir, uning bilan chaqiringlar degandek, bütün mushu al-jamil ismi ham ismlarning ichida mutlaq holatda eng go'zal ismlarning ichidagi bir ism va noiti eng ulug' ismlarning birisi. Güzellik, jamol, ulug'luq, hiçbir uning ustida yoki uning boshqa tarafida ma'no jihatdan bo'lsin, har qanday jihatdan bundan chunqur ma'no ifodalab bermaydigan shaklda go'zal bir ma'noni ifodalab beradigan bir ism. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo sura Maryamda hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Sen shu Robbing uchun, shu Robbingga o'xshash, Robbingga o'xshab qoldigan shuning barobarida sifat jihatdan bo'lsin, hech har qanday bir jihatdan shu Robbingga o'xshaydigan birisini bilamsan deydi. Bağım şu ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilemsen dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Peygamberimize düşürgen ayet. Öyle bakaydı. Allah'a okşaydıgan, her qandaq bir cihatte Rabbimizge okşap kalıdıgan, süpetki ege hiçbir mahlukның, hiçbir ahadның buluşu mümkün emez. O Rabbimiz ana şundaq güzel süpetlerge, güzel isimlerge ege zat Allah subhanahu wa ta'ala. Süpetlerinin güzelliği hikayesek, cemalü sıfat, فهي أعلى الصفات الجمال هم ينموسى بو الجميل اسمه صفات لانه شيء أن عالي أن مكمل أن أولغي أن كم معنى إشباد لبردغان والله سبحانه وتعالى bağlanış cihetini etkan vaxtıda en köp işletildiğin Allah'ın ki isimlerden birisi. Çünkü her qandaq Rabbimiz Allah subhanahu ve taala süpetlengen her qandaq bir kamali süpet bu el-cemil süpetinden ayrılanmaydı. Müşünün bilen süpetlendi. Her qandaq bir güzellik, kamalet süpetlense bu Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki bu ismi tilg'ilinidir. Çünkü bütün bendeler qalblaridagi hamma narsalarni çünkü qalblaridagi bo'lsin, tillerdagi bo'lsin, har qandaq masalan bo'libmi rahmat, yaxshilik, ihson, sihiylik, karam bu sifatlarning hammasi Allah subhanahu va min jamalillahi subhanahu va taala Allohning jamolidan, Allohning go'zalligidan, Allohning ihsonidan kelib chiqadigan bo'lganligi uchun bu hammasi shu koinotdagi rahmat, yaxshilik, ihson hamma narsa min asari jamalihi subhanahu va taala Allohning jamali güzellikidan meydana kelib chiqqan narsalar bo'lganligi uchun. Ve lehu cemalul af'al. Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'ala'nın bütün işleri hammasi güzel dedik. Barlıq kainatdagi hamma narsa yaratılış cihati bo'lsin, shakl cihati bo'lsin, tuzilish cihati bo'lsin, eng mukammal shaklda. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala kainatdagi har bir af'al ishlarining hammasi yaxshilik bilan ihsonning o'rtasida aylanib yuradi. Hech bir hikmatsiz bir ish yo'q. Chuqum ki Allah sadir qilgan har qanday ishqa Allah maqtaladi. Davomli holatda hamd va sano aytildi Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga. Allah sadir qilgan har qanday ishqa va shukr aytiladi uningga. Shukr, sana shukrlar bo'lsin ey Rabbimiz deb hamd va sano aytiladi. Va yoki bo'lmasa hatta jazo bergan taqdirda ham Allah adolati bilan jazo berib bir qavmlarni shu tegishli jazo bergan bo'lsa ham buningga ham maqtaldi Allah subhanahu wa ta'ala. Bununla hem şükür eğitildi bendeler tarafından. Hiçbir zulüm, bu körümsüz, sert bir insan yaktırmaydıgan bir iş Allah'tan sadır bulmaydı. Her qandaq işi çukum hikmetke, hamdu sanaga en muvafık şekilde sadır buldu. Allah'tan sadır bulgan her qandaq iş. Feleyse fi af'alihi abesun ve la sefa. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala'nın her qandaq bir işi de qalaymiqan, xalıqancha iş qıldıgan, xalıqancha bir işini birisini vayron qilib o'tib, bir yerga ajoyiblik berib, bir yerni yo'q qilib o'tib, birisini yoshitib o'tib, bunda qilgan ish yo'q. Allohning kitobida qalaymiqam bo'lib qoldigan, yo tasodifiy bo'lib qoldigan, bir bandasiga avatman deb, yana birisi ketib qoldigan bunda ish yo'q Allohning kitobida.
Allah'ın kanuniyeti bundaq narsa yo'q. Hamma narsa eng inchki nuqtasigacha, eng zil nuqtasigacha hiçbir narsa xato ketmaydi, hiçbir narsa qalaymiqan ketmaydi. Hammasi Alloh o'rinlashtirgan shaklda bo'ladigan gap. Inna robbi ala siratin mustaqim. Shaksizki Rabbim eng to'g'ri yo'lni o'tsin. Rabbimning butun sodir qilayotgan ishlarining hammasi eng to'g'ri. Va qala azza sha'nu allazi ahsana kulla shay'in xalqah. O shundaq zatki, o shundaq Allohki har narsaning yaratilishini eng go'zal shaklda yaratdi dedi. Ya, eng go'zal shaklda qildi. Hiçbir mahluq kainatda eng ashaddiy kafir, dunyodagi eng ashaddiy kafirmi? Chiqib maydonga chiqib maydasini tarixda ham bo'lib baxmagan va qiyomatgacha ham bo'lmaydi. Bir mahluq chiqib kafirdan birisi chiqib, musulmonga albatta mu'minga chiqmaydi. Bir eng ashaddiy din dushmani kafir chiqib, Alloh yaratgan mushu koinatdagi zarrichaqliq bir narsani bir chumulini tutib bo'lsa-mu, bu chumulning yaratilishi asli mandaq bo'lgan bo'lsa, texmbak mukammal bo'ladi. Texmbak güzel bo'ladi. Texmbak bu chumul agar ya bir puti ortiq bo'lgan bo'lsa, ya beshi moyak bo'lib qolgan bo'lsa, bu texmbak xususiyat nochib ketadi deb demaydi tarixda. Qiyomatgacha ham demaydi. Allohning yaratgan hech bir narsada jihatdan, uning xususiyati jihatdan, ish elib boradigan hayotdagi nima jihatdan hammasi shu kofirma og'izni ochib qilib, hayron qilib, ya Alloh deb Allohga ishonmasmi, nima degan bu hikmat, bu qandoq yaratilish bu? Bu qandoq bir maydonga kelgan narsa deb aqli lol bo'lib, iymon esse aytadiki, buning kaynidan Allohning tunisi tunuydiki, ammo o'yin topolmaydi, ayib topolmaydi, nuqson topolmaydi Allohning yaratgan narsalardan. Bu shaklda ham Alloh subhanahu taolo. Shuning uchun bu koinatdagi biz sifatlab bo'lmaydigan mushu koinat o'z ichiga olgan har bir narsadagi jamol, go'zallik hammasi Rabbimiz Alloh subhanahu va taoloninki asarlaridan maydonga olib kelgan narsalardandir. Hech bir mahluq uni Allah'ның güzellikini, Allah'ның ulug'ligini ta'bir berib tushuntirib burishi bir mahluqninki, bizga o'xshash mahluqlarninki va har qanday bir mahluqning sifatlab burishga qodir bo'lishi mumkin emas. Buni Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam Allah'ni mahluqlarning ichida eng yaxshi biladigan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunda ifodalaganki, la uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik. Ya Rabbi, Ya Rabbi, men sana sen özüngni sen özüngge hamd sana aytgandak, sen özüngni maqtagandak, sen özüngni sifatlagandak, men sana biraz sifatda biraz maqtayalışım, sana hamd sana aytalışım mümkün emas. Alemlerning Parvardigorining habibi bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deyotgan gap bu. Bu şekilde yani Rabbimiz Allah subhanahu taala. Celalul Cemil, hem de Allah subhanahu wa ta'ala bu el-Cemil Rabbimizin ulug'ligi. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundaq, Rabbimiz Allah Ta'ala'nınki güzellikinin ulug'ligini sifatlab shunda deydiki, hijabuhun nur, law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Allah'ning hijabi nur, Allah'ning hijabi nurdur. Agar de ichilib ketib qolsa bu, o Allah subhanahu wa ta'ala'nın jamalidan sadir bo'layotgan hilqi nurla butkul mahluqatining hammasini yo'q qilib ko'ydirib tashlabdi dedi. Nurining o'zi. O'ylab boqaylik. Shuning uchun hech bir mahluqning chidab turishi mumkin emas. Allohning agar ichib etilsa nuri, hech bir bizning ko'zlarimiz uningga chidab turishi mumkin emas. Butkul olamlarning hammasi kulib ketgan bo'ladi agar ichib etilsa. Shuning uchun famazdannu bi jalali zalikal vajhil karim. Agar shu ulug' Rabbimizning jamolidan sodir bo'layotgan nur olamlarni ko'ydirib tashlayotsa, agar ichib etilsa, shu Rabbimizning jamolining o'zi qandaqdir, buni qandaq o'ylashimiz kerak. Uning ulug'ligini, uning kattaligini, kamolatini o'ylashimiz, qaysi shaklda o'ylashimiz kerakdir deydi buni. İbn Abbas radıyallahu anhu shundaq degan ediki, hajaba zata bis sifat va hajaba sifata bil af'al. Rabbimiz Allah bizga rahmat yuzsidin o'zining zotini, o'zining amaliy zotini sifatlari bilan pardildi dedi. Sifatlari bilan biz uning sifatlarini bilamiz, sifatlarini anglaymiz, sifatlarini tushunamiz va sifatlarini ham bil af'al, amaliy ish harakati bilan pardildi dedi. Rabbimizden bütün sıfatlarını eminetli kainatta yaşayımız biz, körümüz her bir narsa bizge Allah'ın bir yaki 10 yaki hem sıfatlarını bizge eğitip durdu. Üntinsiz halette men palanı sıfatlik Rabbininki
asriman, maydonga olib kelgan narsaman deb bizga sifatlab turdi, bizga aytib turdi maxluq butun narsalarning hammasi. Demak, bu shaklda hamda. Endi bu ismdan al-Jamil ismidan elindigan meva nima deganda o'zimizga bir mu'min qanday nasib edish kerak bundan deganda, mana bu mu'min, har bir mu'min bu ma'rifat, Robbi haqida tunugan, Robbi haqida bir mu'minning Alloh haqida, Parvardigori haqida tunugan ma'rifatning turlarining ichidagi eng aziz, eng ulug' narsani tunugan bo'lsa, Robbingning al-Jamil ismini bilsang deydi. Ey mu'min, shuning uchun buningdan izzat his qilishing kerak deydi. Robbingning bu qadar sifati bor ekanligini tunuganligingdan izzatlanishing kerak, Allohdan izzat his qilishing kerak dedi. Ya, chunki bu al-Jamil ismini Robbi Alloh subhanahu va taolani go'zallik bilan tunush, Allohni go'zallik bilan, yuqoridagi go'zal sifatlar bilan tunush va hiya ma'rifatu xawasil xalq dedi. Allohning mahluqotlarining ichidagi xos ayirgan, xos alohida bilgan bandalarga tunutadigan narsa bu dedi. Asli Allohni, ya'ni butunlay xuddi nurg'un qo'rqinch shaklda shu azoblaydi, u bilan insonlarning har xil shaklda tunuydi Robbini. Birisi bir shaklda tunsa, Allohning ma'lum bir ismini tutib olib, ya'ni har xil shaklda tunuydi. Bu jamoli bilan, go'zalligi bilan tunush, bu xavasil xalq, ya'ni mahluqotlarning ichidagi, Allohning bandalarining ichidagi xos qilgan bandalarningki tunishi bu dedi. Chunki bandalarning hammasi ma'lum Allohning sifatlaridan bir sifatda tunuydi Robbini. Ularning ichidagi bandalarning ichidagi Allohni tunishda eng kamolatga yetgan kim bo'lsa, men arafahu bi kamalihi va jalalihi va jamalihi subhanahu va taolo dedi. Robbi Alloh subhanahu va taolani kamolati bilan, ulug'ligi bilan va jamoli bilan, go'zalligi bilan tunugan kishi Robbini tunish jihatda eng mukammal shaklda, bir qadar mukammal shaklda tunugan bo'ldi dedi. Laysa kamislihi shay fi sa'iri sifatihi. Va Allohning boshqa ismlarida ham, boshqa sifatlari ismlarida ham hiçbir shaklda Allohga o'xshaydigan, o'xshib qolgan hech qanday bir sifat yo'q. Zalika, chunki Alloh subhanahu va taolo har qanday bir sifatida, har qanday bir ismlarda hammasida go'zallik, kamolat ismlarda eng mukammal, eng go'zal shaklda sifatlanguchidir. Chunki bandaninki mushu Robbi Alloh subhanahu va taoloning sifatlarining ichidagi shu go'zallikni dalolat qildigan, ish harakatlaridagi kamolat, eng mukammallikni dalolat qildigan ismlar bilan bandaning buni tunishi, bandada mu'mindan nimani maydonga kelib chiqdi desa, shu mu'minning qalbida Robbi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatni uyg'otadi dedi. Yuqoridagi sifatlar bilan Robbini tunish shu tunug'uchining qalbida Allohga bo'lgan muhabbatni uyg'otadi va bu muhabbatning kuchi bilan tehimbek Robbi tarafga yuguradigan bo'ldi dedi. Ya, shuning uchun banda Robbini qanchalik, Robbining jamoli, go'zal, ulug'liq sifatlarini qancha tunug'ancha u mu'minning hayotidagi shakli yoshi shu qadar o'zgarib ma'noda. Shu tunug'ancha, tunug'iniga qancha tunug'an bo'lsa, shunchalik yashaydi ya'ni dunyoda. Robbini qanday tunugan bo'lsa, shu shaklda yashaydigan gap. Shuning uchun bandaninki bu kamolat, go'zal sifatlardan banda o'zining ma'lumotini, qalbini buning bilan to'ldirgandan keyin nima bo'ldisa, uning qalbi, u mu'minning qalbi Allohning muhabbati bilan to'shqan bo'ladi va bu muhabbat to'shib olgandan keyin bu mu'minning tabiatiga aylanib ketadi. Uningdan yasalmilik bilan chiqmaydi uningdan keyin vaqtida. Bu muhabbat qalbiga tabiat singib ketgandan keyin fatabqal muhabbatu taban la takallufan, takalluf qilib zo'lab qilmaydi vaqtida. U muhabbat tabiatiga aylanib ketadi. Mana bu mu'mindan talab qilinadigan narsa asli. Har bir mu'mindan bo'libmi bu ism deganki al-Jali, al-Jamil ismini tunugan mu'mindan bu ism orqali Robbiga ibodat qilmoqchi bo'lgan, Robbiga cho'qinmoqchi bo'lgan mu'mindan talab qilinadigan narsa bu darsni ilinadigan. Chunki bu ism bilan qanday qildi yana tunugandan keyin shu mu'min o'zining ichini va teshini go'zallashtirdi. Talab al-Jamil ismini bilgan mu'min yana qanday qilishi kerak? O'zining ich teshini go'zallashtirishi kerak. Alloh yaxshi ko'radigan so'z, harakat, ish harakat, so'zlar bilan go'zallashtirishi kerak o'zining zotini, o'zini va o'zining butun badallarini Allohga itoat qilish bilan, Allohga bo'ysunish bilan go'zallashtirishi kerak. Rost so'zlar, go'zal mahluqotlar, Allohning bandalaridan go'zal so'zlashish va badanini ham, o'zining jismini ham Alloh uningga ato qilgan ne'matlarni teshiga oshkorlash bilan kiyim-kechak, pokiz
nəhayət gözəl, pakiz kiyiniş, necis nəslərdən yıraq duruş, bu güzəllikni ifadələş Allah'ın onunğa ata qılğan nimetlerini teşiği körüstüş bilen ifadələb berdi. Liqavli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nima üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innallaha cemilun yuhibbul cemal ve yuhibbu ta'ala en yara esera ni'metihi ala abdihi. Allah şəksiz ki Allah güzeldir, güzellikni yaxşı görüdü. Ve Allah özünün nimetini, bendesiga ata qılğan nimetini, təsirini körüşünü yaxşı görüdü dedi Allah. O bendeki bir narsa ata qıldım Allah subhanahu wa ta'ala, o nimetinin təsiri senin üstünde görülsün dedi. Bunu yaxşı görüdü dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yana Abil Ahwas radiyallahu anhuga kiyimleri şundaq redsiz halatda görüp dedi ki, senin melin yok mu diye, pulun yok mu senin, eleke mal da şuna soraptı. Ba degendeken faqala sallallahu aleyhi ve sellem fe iza atakallahu malen felyura asaru ni'metillahi aleyke ve kerametihi. Eğer Allah sana mal bergen bolsa, mal dünya bergen bolsa, Allah'ın sana ata qılğan nimeti ve kerameti senin bunun təsiri sende körülsün deydi. Sen de körülsün. Pakiz, retlik, güzel şekilde yürgün deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye qılğan. Demek mümin qanday qilish kerak deganda el-Cemil Rabbini bilgen, tunugan mümin işçini ihlas bilen, kalbini ihlas bilen, taqvodorlik bilen, en yaxshi etiqad bilen, iman bilen güzelleştirgen bolsa, tashqi qiyafetini ham güzellik bilen, pakizlik bilen, retliklik bilen güzelleştirdi ve bunun bilen qanday qilsa Allah subhanahu wa ta'ala yaxshi ko'radigan bandalarning jumlasidan bo'lalaydi dedi. En ahırda Davud aleyhisselam'ın bir duası bakende hem de şunun bilen dersimizni tükütümüz. Şuna nida qıptı Allah subhanahu wa ta'ala'a ya Rabbi eyyu ibadi ahabbu ileyke hatta uhibbehu bihubbik. Ey Rabbim senin bendelerinin içinde sana en suyumluk bolgan, sen en yaxşı görüdüğün bende kim o? Men sen üçün, senin muhabbetinge eriş üçün, senin muhabbetinge eriş üçün, men şu bendeni bir yaxşı görüp alsam degendeken, deptu ki, ahabbu ibadi ileyye taqiyyul qalbi naqiyyul yedeyni la yemşi ila ahadin bisu. Menin bendilerimden içinde ki, bana en suyumluk bolgan bende kim olsa, kalbi taqvodor, qolu pakiz, hiç kandak haram, buzuk işlağı kolunu uzatmaydigan, hiçbir ahad mahlukki yamanlık bilen mağmaydigan, yamanlık kütmeydigan, yamanlık qılay dep hareket qılmaydigan bende, menin bendemnin içindeki en yaxşı görüldüğün bende dedi. Ve ahir deydi ki, ahabbani ve ahabbe men ahabbani ve habbebani ila halqi dep şuna deyken. Ve şunda bende ki o, meni yaxşı kögen ve meni yaxşı kögen kişini yaxşı kögen ve meni mahlukatlarımga yaxşı kögüzgen kişi deydi. Meni yaxşı kögen ve meni yaxşı kögenlerini hem yaxşı kögen ve mahlukatlarga, bendelerge meni yaxşı kögüzgen, meni söydürgen bende de şuna. Digendeki Davud aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi sen bilsen enni uhibbu ve uhibbu men yuhibbuk. Men seni uhibbuke, men seni yaxşı görmen ve seni yaxşı gördüğünde hem seni yaxşı gördüğün kişini hem ben yaxşı görmen. Dep bulup fe keyfe uhibbuke ila halqik. Men seni mahlukatınga qanday yaxşı kögüzmen. Yani bendeleringe seni men qanday yaxşı kögüzmen. Qanday yaxşı kögüzmensin degendeki Allah dedi ki zekkirhum bi alai ve na'mai ve belai. Sen bendelerimge menin nazu nimetlerimni, menin ulug'luqimni ko'rsatgan mush koinotdagi ayet, Allah'ın kudretini ko'rsatgan bu koinotdagi meni ulug'lig'ini ko'rsatgan bu narsalarni eslatgin. Mening ularga ato qilgan ne'matlarimni eslatgin ve mening balo qazorimni, musibatlarimni ham eslatgin deydi. O'ylab boqaylik. Buni eslatish, yani koinotdagi bu narsalarni eslatish her bir müminin kalbide Allah'a bo'lgan ta'zim, ulug'liqni kuchaytirdi, ulug'liqni uyg'otdi. Onun insanlarga ato qilayotgan sizlarga Allah mundaq ne'mat ato qildi. Buni so'zlash o müminin kishilarning qalbida Allah'a bo'lgan muhabbatni uyg'otdi. Yaxshi ko'rgizdi bu vaqtida. Va Allah'ning musibatlarini eslatish Allah'tan qo'rqishiga sabab bo'ldi. Ya men qo'rqay. Bu Rabbimden qo'rqmasam agarda shular uchirgan shularga kelib qolishim mumkin. Bular men ato qilib qolmasin deb. Bu narsa aslida mu'minning hayoti bu uch tangponlikning ustida yashashi kerak asli. Ham intilgan holatda, ham qo'rqqan holatda. Bu tangponlikda yashamasa, asli mu'min o'zining tangponligini yo'qotib qo'ydi. Demak, qadrli qarindoshlar, Allah subhanahu va taolo bizni
Kainatta her bir hayatımızda, her bir işlerimizde tamponluk bilen mağlagan Rabbimizde en güzel şekilde tutunup, en güzel şekilde emel kılışkı, nasip kılışını tüvençilik bilen Rabbimizden sorayımız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Birodarimizdan Allah razı olsun. Allohning ki El-Jamil, yani güzel degan ismini bizga ajoyib chiroyli qilib ta'riflab berdi. قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي.